Mao meni qo'limdagi lazım nurluq tuproq analiz qiladigan aqliy iqtidorli apparat buning ichida infra nurluq skan qilish nimasi o'rnatilgan nurlarni chaqirib o'tishni bosgan ekan. Ana Mao bularniki o'lchimi qiladigan seriq bilan oq nur bilan qaytgan ekan, bundan shaxsiy orqali biz ilmlarni istaymiz. Mao tuproq Mamiya tuttu bu dünyanın her qaysi yerlerden kilolu topa. Bu topunu biz boşuna kilolu dünyanın her qaysi yerlerden 500 gram bırak olunca. Biz bu toprakla manu tükümez. Tükep boğan deyken aval bağlarlıklar bunun ölçemlik neymiş deyip boğan deyken nuskısına onu manu toprak üstü kuyaş arttılar. Skanını başlayınca skanını başlaştıkları her qaysi toprakların ki işte kodu var. Bu kodni telefon orqali mana skannerlaymiz, skannerni kodini kirib bo'lgandan keyin yana bo'shlig'idan boshqa bo'ldi. Endi biz buni mishalni bersak skannerlaymiz. Skannerlaganda buniki buni 3 qatim qilamiz. Harakatni skannerlagan vaqtda tuproqning tarkibidagi qanday ximiyalik moddalar bor, tarkibidagi masalan kalsiy, magnez, selek qatorliq nurg'unlagan moddalarniki nimasi orib turibmiz, qanchalik miqdorni borligida. Bu orqali biz bu tuproqni orib bo'lgandan keyin mana sekin bizning yaqin besilsak, bu bizdagi bosh tajribaxonadagi bo'lindi, biz mutaxassislar bunga diagnoz qo'ydi. Ya'ni bu tuproqning tipi qaysi xil tuproq? Tuproqning nurg'un turlari bor ekanda, endi shunga tuproqning tipi belgilab bo'lgan keyin bu tuproqqa bug'doy usti bo'yg'idagi terishga mos kelgan tuproqmi yoki quloqmi va yoki boshqa ziroatlarga mos keladi. Buni aniqlab bo'lgandan keyin bu xil ziroatlarniki bu tuproq o'sish uchun qanday ximiylik o'g'it lozim. Buni nima o'sha biz buni maslahat beradi. Ya'ni bizning shirkatdagi ishlab chiqargan nimasi tadqiq qilib shu yerga tadqiq qilib chiqqan narsa o'sha aqliy iqtidorli analiz qilish apparati mush orqali dunyoning Amerika xati biz buni setib bo'lgandan keyin ular o'zining etislarda buni hozir degandek skannerlar o'sha aqliy iqtidorli butun sonliqlarni bizga yaratib bergandan keyin biz mutaxassislar buni diagnoz qo'ydi. Agar shu qo'yib bergan diagnoz asosan tuproqning tipini qaysi xil ziroat mos keldi hammani so'zlab shunga tafsil tushirib beramizda. Agar bu dehqon burungi etizda masalan bir model 2000 kilo buğday olgan bo'lsa, biz yemi texnika qo'llangandan keyin 5000 kilo, 10000 kilo hozircha 3 yasi ortiq o'sha bonuslar ola oladi. Mush orqali idoraning kirimi buni orqali belgilandi. Shunga bo'lgan dunyoning xohlagan yerda har qayerlarda buni o'nlashtirish lozim, ishlatiladi. Kelgusi dunyoning nufusi 10 milliard eshik tutib qolsa, dunyoning oshliqligi qanday hal qilmaymiz degan tadqiqot ustunlik qilayotgan narsalarda bu. Masalan, Afrikadagi nurg'unlagan davlatlarda hech kim bilmaydigan yerlarda tuproq tadqiq qilish analiz qilish orqali nurg'unlagan etizlarda yerlarda bug'doy, quloq qator narsalarni o'stiradi. Boshqa buni ayoli kemaytirishga bo'ladi. Hozircha mana shunaqa tushuntirib turay, balki sizlar boshqa yo'l qolsa, rahmat tushuntirib qo'yasiz.